Tolibon qurayotgan Qo'shtepa kanalidan katta hajmda suv sizib chiqdi. U atrofdagi hududlarga tarqalmoqda. Hizbulloh yetakchisi Erdo'g'anni ikkiyuzlamachilikda aybladi. Ramzan Qodirov siyosatga aralashayotgan chechen sportchilari va blogerlarni qoraladi. Salimboyvachcha, Baxti Tashkenskiy va Saydaziz Medgaradok ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olingan. Muammolar Putinni faqat ilhomlantiradi. Zelenskiy AQSh kongressida Ukrainaga yordam bo'yicha kelishmovchiliklar oqibatidan ogohlantirdi. Hizbulloh yetakchisi Erdo'g'anni ikkiyuzlamachilikda aybladi. Hizbulloh yetakchisi Nasrulloh Erdo'g'anni ikkiyuzlamachi deb atadi. Uning aytishicha, u faqat so'zda Falastin tarafdori, lekin aslida u Isroil bilan hamkorlikni davom ettirmoqda. Keskin chiqishlar bu shunchaki populizm uchun, prezidentlikka yanada ko'proq qolish uchun. Afsuski, populizm yaxshi ishlab beradi. Ayniqsa Turkiyada diniy populizm. Erdo'g'anning eng katta muxlislari ham buni tan olsa kerak. Yahud matbuoti, Savdo palatalari uyushmasi hisob-kitoblari G'azo urushidan keyin Turkiya bilan munosabatlardagi keskinliklarga qaramay, mamlakatlar o'rtasidagi savdoga ta'sir qilmaganligini ko'rsatadi. Ma'lumotlarga ko'ra, ikki davlat o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi qariyb 10 milliard dollarga baholanmoqda. Tolibon qurayotgan Qo'shtepa kanalidan katta hajmda suv sizib chiqdi. U atrofdagi hududlarga tarqalmoqda. Afg'onistonda Tolibon tomonidan qurilayotgan Qo'shtepa sug'orish kanalida birinchi jiddiy avariya sodir bo'ldi. Uning oqibatlari haligacha bartaraf etilmagan. Bu haqda Chegara bilmas daryolar xalqaro ekologik koalitsiyasi ekspertlari ma'lum qilgan. Mutaxassislar Afg'oniston shimolidagi Qo'shtepa kanali qurilish maydonchasining sun'iy yo'ldosh orqali olingan so'nggi suratlarni o'rgandi. Kanal qurilishining birinchi bosqichi joriy yilning oktyabr oyida Tolibon tomonidan ochilgandi. Yevropaning Sentinel-2 sun'iy yo'ldosh tomonidan olingan kosmik suratlar shuni ko'rsatadiki, kanal Amudaryodan suv bilan to'la boshlanganidan keyin birinchi oyda gidrotexnik inshoot devorlari suv oqimining bosimiga bardosh bera olmagan va kanaldan chiqqan katta hajmdagi suv yaqin atrofdagi hududga tarqalgan. Kanaldan chiqib ketayotgan suvning kuchi va hajmi 9 km uzunlikdagi suv maydonini hosil qilish uchun yetarli edi. Agar Yer orbitasidagi sun'iy yo'ldosh optikasi orqali qaralsa, bu ulkan ko'lmakda boshqa bir gigant tiranozavrning konturlari borligi ramziy ma'noga ega. Bundan tashqari sun'iy yo'ldoshdan olingan so'nggi suratlar suv sizib chiqqan hudud muttasil ortib borayotganini ko'rsatmoqda. Bu esa Tolibonning vaziyatni to'g'rilash qobiliyati yoki istagi yo'qligini ko'rsatishi mumkin. The Economist prognoziga ko'ra, agar kanal qurib bitkazilsa, mintaqaviy mojaroning kuchayishiga olib kelishi mumkin. Kanal Amudaryo suvini O'zbekiston bilan chegarada yo'naltiradi. Afg'oniston elektr energiyasining katta qismini O'zbekistondan import qilishi hisobga olinsa, Tolibon qo'shni respublikaga qarshi chiqa olmaydi. Iqlim o'zgarishi O'zbekistonni 15% suv yo'qotishiga sabab bo'lmoqda. Agar kanal qurilishi ortidan yana 10% yo'qotsa, O'zbekiston 25% suvni yo'qotishi mumkin, deyiladi yana bir prognozda. Ramzan Qodirov siyosatga aralashayotgan chechen sportchilari va blogerlarni qoraladi. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov chechen xalqining qadriyatlarini shubha ostiga qo'yayotgan mahalliy sportchilar va blogerlarga qarshi qattiq chora ko'rish kerakligini aytdi. Qodirov respublikadagi sportchi blogerlar Ashab Tamayev va Arbi Emiyevga ularning nomaqbul videolari uchun tanbeh berganidan keyin shunday bayonot e'lon qildi. U qattiq chora iborasi bilan nimani nazarda tutayotgani noma'lum. Sportchi bo'lsangiz, o'zingizni sportda ko'rsating tamom. Sizning missiyangiz shu yerda tugaydi, lekin siyosatga aralashmang. Ba'zilar chechen milliy urf-odatlari va an'analarga to'g'ri kelmaydigan shubhali dasturlarda qatnashyapti. Haqiqiy chechen bunday qilmaydi, deydi Qodirov Checheniston hukumatining kengaytirilgan yig'ilishida. Respublika sport va yoshlar siyosati vaziri Iso Ibragimov huquqbuzarlarni chechen urf-odatlari va an'analari doirasida jazolashga va'da berdi. Salimboyvachcha, Baxti Tashkenskiy va Saydaziz Medgaradok ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olingan. Salim Abduvaliyev, Salimboyvachcha, Baxtiyor Qudratullayev, Baxti Tashkenskiy va Saydaziz Saydaliyev Saydaziz Medgaradokka nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llangan. Bu haqda 12 dekabr kuni Toshkent shahar ichki ishlar bo'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Doniyor Toshxo'jayev ma'lum qildi. Uning aytishicha, Salim Abduvaliyevning noqonuniy qurol saqlayotgani aniqlangan. Unga nisbatan Jinoyat kodeksining 248-moddasi bilan ish qo'zg'atilgan. Salim Abduvaliyevga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi tanlangan. Hozirda dastlabki tergov olib borilmoqda. Shuningdek, Baxti Tashkenskiyga nisbatan giyohvandlik vositalarini saqlash, Saydaziz Medgaradokka nisbatan tovlamachilik moddalari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilgan.
Muammolar Putinni faqat ilhomlantiradi. Zelenskiy AQSh kongressida Ukrainaga yordam bo'yicha kelishmovchiliklar oqibatidan ogohlantirdi. AQSh kongressining Ukrainaga yangi yordam paketini ma'qullashdagi kechikishlari Rossiya prezidenti Vladimir Putinni faqat ilhomlantirishi mumkin. Bu haqda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Vashingtondagi AQSh Milliy mudofaa universitetida qilgan chiqishida gapirdi. Agar Kapitoliy xoldagi hal etilmagan muammolardan kimdir ilhomlanishi mumkin bo'lsa, bu Putin va uning kasal mulozimlaridir. Ular kechikish va janjallarga qarab orzulari haqiqatga aylanayotganligini ko'rishadi. Ular ozodlik kurashchilarini qo'llab-quvvatlash kamayganini ozodlikning kamayishi deb biladi. Putinga o'xshaganlar ozodlikni mag'lub etishga umid ham qilmasligi kerak, deb ta'kidlagan Ukraina rahbari. Zelenskiy shuningdek Rossiya Ukrainani ozodlikka qarshi global urush uchun tramplin sifatida qabul qilishini aytdi.